juda katta minnatdorchiligimni bildiraman, chunki albatta mana shu ilmiy anglashsiz, ilmiy jihatdan o'rganmasa biz taraqqiyotni rivojlantira olmaymiz, taraqqiyot bo'lmaydi. Hammamizga ma'lum, mana shu O'zbekiston mustaqillik mana 34 yilligi bo'lgan bo'lsa, o'zining qadriyatlarini, milliy an'analarini, ayniqsa amaliy san'at sohasida juda ham ahamiyatli, chunki xalqimiz o'zining qadriyatlarini mana shu amaliy san'at orqali taniydi. Madaniy xizmatchilik, milliy qadriyatlarni saqlab qolish masalasi ham qachongidan ham dolzarb bo'lib turgan bir sharoitda turkiy xalqlarning madaniy birligi va ma'naviy hamjihatligi beqiyos ahamiyat kasb etadi. От орнаментов ковров и вышивок до тончайших узоров на керамике и металле все это не только радует глаз, но и несет в себе глубокий смысл. Jarayonda qatnashdik va juda ham ko'p ajoyib narsalarni olib kelishga muvaffaq bo'ldik. Bu bizning prezidentimiz topshirig'i. Aynan ular alohida mablag' ajratib shu nimalarda qatnashinglar, narsalarni olib kelinglar. Bizning asosiy maqsadimiz mana shu hozir prezidentimizning mega loyiha hisoblangan Islom sivilizatsiya markaziy ekspozitsiyasi uchun mana shu narsalar olib kelindi. Sanat tarihçiler tarafından yapılmakta. Camiler, türbeler, medreseler açığa çıkıyor. 1989 yılından beri kazılar burada devam ediyor. Bu kazılarda 12-13. yüzyıla tarihlenen çok sayıda seramik buluntu ele geçiyor. Demek sayılabilir ki birçok üniversitemizde donanımlı uygulamalı laboratuvarlar var ve biz Uzbekistan'da en büyük hedefimiz bu tarz uygulama laboratuvarlarını kurmak. Çünkü etütlük eserler üzerinde yapılan çalışmalar Здесь я хочу обратить особое внимание на то, чем же отличаются ковры средней Амударии, таких племен. Bu Timur dönemine ait Özbekistan'da Semerkant'ta Bibi Hanım Camii bahçesidir. Қарама-қарсылықтың тепе-теңдіктің идеясын білдіреді. Бұл өрнек кілем тоқымасында, зергерлік бұйымда, ағаш пен сүйектен жасалған декоративті заттарда. Göstermek istedim. Birinci prizmadır, piramidadır. Piramidanın xətti perspektivası, panoram perspektivası, o birisi florsidir. Процесс хореографии, танца, музыки, так и в изобразительном искусстве. Это могут быть выступать декорации, украшения, костюмы и разные виды деятельности и творчества. Osmanlı Çin'e 14. yüzyıldan itibaren 17. yüzyıla kadar İznik üretiliyor. Genellikle baktığımızda yeşil türbe ve Karamaniylar İslamni rasman qabul qilgan ilk yirik Turkiya sulolasi sifatida nafaqat siyosiy kuch bo'lgan, balki Markaziy Osiyoda madaniy va estetik o'zgarishlarni peshqadami ham bo'lgan. 9-asr oxiridan kuchaygan bu sulola 10-12 asrlarda bugungi O'zbekiston, Qozog'iston Bizda Boburiylarga tegishli bitta ham eksponat muzeylarimizda yo'q edi, lekin hozir miniatyura, badiiy metal va hokazo ular hammasi bizga yangi turtki beryapti. Yoki mana masalan, birinchi Renessans ekspozitsiyasida biz nafaqat ilm fanni